Dilbar opajon, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Yaxshigina yuribsizmi? Yaxshi, rahmat. Bugungi bayramlar muborak bo'lsin. Rahmat. Palma kompaniyasiga sizda nomingizga tabriknoma dilizxori kelib tushgan Dilbar opajon. Kimning nomidan bo'lishi mumkin? Kim deb o'ylaysiz? Nozinkam. Aha. Voy. Kim desam kerak? Keling, qizijonimda, Nozijonim, bolalarimda. Yana kim? Yana singillarim bo'lishi mumkin. Yulduz opam qizingizlar? Qizimi? Yulduz opam nomlaridan, Baris akam, Asror akam nomlaridan xursand qilmoqchimiz. Rahmat. Ikkovi o'g'lim bo'ladi. Yulduz opam musofirda ekanlar. Men so'radim, nima deb xursand qilamiz, jon onajoningizni desam, onajonimga birinchi o'rin kechirimimni yetkazing dedilar. Nimaga desam, sog'inch azobini berib qo'ydim jonim onamga. Onaizor bu dunyoga kelganda faqatgina bolasidan yoniga turishini, yaxshi kunlarni ko'rishini, yurakdan yashnashni xohlaydi, lekin men onajonimni sog'intirib qo'ydim. Jonim onam, qalban birgaman. Har bir duolaringiz musofirda bo'lsam-da, havo sovuq bo'lsa-da, ba'zi kunlarda mehringiz yetishmasa-da, duolaringiz qalqon bo'lib xizmat qilyapti. Shu yerda ham sizning duolaringiz meni asrayapti onajonim. O'zimga o'zim savol beraman. Shu yoshga yetibmanki, hali hanuz onamga og'irligimni tushiraman. Jonim onam hali hanuz meni izimdan yuradilar. Rahmat deyman onajon, hayotimga borligingiz uchun. Yaxshiyam Allohim sizdek onaga farzand qilib yaratgan. Rahmat deyman. Barcha mehr bulog'ini bera olgan, faqatgina farzandlari uchun yashay olgan ona o'zingizsiz. Jonim onam, bundan buyon hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo xohlasa siz duo qilib tursangiz, hammasi zo'r bo'ladi. Aytyaptilar, zotlarimga. Ilohim, onaning har bir so'zi duodir. Jonajon qizingizga yuragingizda tubida qanday so'zlaringiz bor opajon? Doim sog' salomat bo'lsin, ishlari o'ngidan kelsin, bolalarini boshiga bosh bo'lib yursin, sog' bo'lib yursin, martabasi ulug' bo'lsin. Ilohim. O'g'lini uylantirib, qizini turmushga berib, sog' salomat dog'ini ko'rmay shularni. Faqat shu niyatim. Tan joningiz sog' bo'lsin. Bitta chiroyli she'rlari bor ekan Dilbar opa, bu aynan siz uchun. Oylar porlamasa, tunlar qarodir. Hattoki yulduzlar motam sarodir. Bir sizni mehringiz qalbim arodir. Men sizga shundayin muhtojman ona. Sizsiz abgor bo'lar qizingiz holi. So'zmayin to'xtab qolar umrning soli. Suvsiz yasholmagan baliq misoli. Men sizga shundayin muhtojman ona. Dunyoning sevgisi yig'ilganda ham, dildagi ishqimning zarrasidan kam, ozorlar bermasdan, chektirmasdan g'am, men sizga shundayin oshiqman ona, deyaptilar jonajon qizingiz. Sog' bo'lsin. Joni sog' bo'lsin. Ilohim. Yagonaga joni sog' bo'lsin. Ilohim, aytganingiz kelsin opajon. Bugun qo'shaloq bayram ekan-a, Suyunbekda ham tug'ilgan kunlari nabirangizni. Maylimi, u kishiga ham ayajonlarini, yurakdagi so'zlarini yetkazsam. Suyunbek, va alaykum assalom, yaxshimisiz? Katta yigit bo'lyapsizmi? Ayajoningizda, yurakdagi so'zlari bor ekan. Maylimi sizga yetkazib bersam? Men aytdim, Suyunbekni nima deb xursand qilay desam, birinchi gapirgan gaplari, musofir onangni kechir bolajon, yaxshi hayot uchun, yaxshi kelajak uchun.
Sani ertangi kelajaging yaxshi bo'lishi uchun shu yerlarda yuribman jonim bolam. Menga ham orzu emas bu yerda sandan yiroqda. Sani bag'rimga bosolmasdan, iforingga to'yolmasdan, yuzingni o'polmasdan, ko'zlaringga termulib qarolmasdan uzoqda yurish menga ham oson emas jonim bolam. Sani yuragim bilan yaxshi ko'raman. Har daqiqa esimdan chiqmaydi sen yonimda bo'lishingni bir zum ham unutganim yo'q. Faqatgina sendan Allohimdan so'rayman, yaxshi yigit bo'lib, iymonli, e'tiqodli bo'lib, kelajakda meni ko'zimni quvontirib yuradigan farzand bo'lsang bo'ldi. Men qancha azob bo'lsa chidayman, qancha mashaqqat bo'lsa, men onang yuragimni so'nggi nafasigacha sen uchun xizmat qilaman bolam. Faqatgina sen sog' bo'lsang, meni sen kelajakdagi baxtimsan, sen uchun yashayapman jonim bolam deyaptilar onajoningiz. Suyunbek, ayajoningizga qanaqangi so'zlaringiz bor? Sizni ovozingizni eshitib turibdilar. Agar ayajonim meni eshitayotgan bo'lsalar, ayajonimni juda ham yaxshi ko'raman. Meni dunyoga keltirgani uchun juda ham katta rahmat. Jon sog' bo'lsin. Ayajoningizni sog'indingizmi? Sizni sog'indim deb aytingchi. Ayajon sizni sog'indim. Tan joningiz sog' bo'lsin ilohim. Allohim tezroq bir-birlaringizga bag'riga bosish imkonini bersin deymiz. Bitta chiroyli she'rlari bor ekan Suyunbek, bu aynan siz uchun. Yillar kutdim, tunlarim bedor. Ishqing uzra bo'ldim-da bemor. Berdi Alloh shukrimda ming bor. Suyunbekim, sendan umidim katta. Oppoq yuvib, oppoq taradim. Senga omad, zafar tiladim. Duo qilib baxting so'radim. Jonim bolam, sendan umidim katta deyaptilar ayajoningiz. Suyunbek, ilohim, bu joningiz, onajoningiz orzu qilgan farzand bo'lib yetishing. Doim 5 baholarga o'qib, O'zbekistonning kelajagi buyuk bo'lishiga hissingizni qo'shasiz. Eng katta orzum. Charchamang asalim, sizga omad tilaymiz. Bugungi chiroyli bayramlarni ajoyib tarzda o'tkazib oling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Xayr.